eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Bentar tidak lama dicekali sama cakap. Wahai kolom pada cakap dicekali sama. Yang ini sama. Darya, men sana o'zimni yaxshi kelgan deb qo'yish uchun telefon qildim. Yo'q, unchalik xatarlik odam emas ekan. Birga o'tirib tomoq yeyapmiz shu. Bu odam meni uyimga chopirib qo'yman desa, men sana metro bekatida meni saqlayotdi deyman. Sen shu yerga kelalamsan. Hech yo'q, anqirab ketma. U unchalik yomon odam emas ekan. Xeyli tamkindek ko'rinadi. Vay kolum! Vay kolum! Ağıylarınızcı? Ular mening ağıylarım emas. Ağıylarınız bo'lmagan u odamlar qani? Bilmadim. İştahsi tutib qolgan o'xshaydi. Ketib qoldi o'tan. Amsa biz tomoq yeyveraylik. Siz buyurgan tomoqlarni keling. Ma'qul efendi. Deganim ma'yili. Asta. Rifqini unutib qolibman. Bugun havo nihoyat yaxshi ekan. Agar uyga kech qolmasangiz, birdan piyoda ma'am. Bo'ladi. Bugün zaten o da oyunda, ha? Pek yaxshi oldu. Arzu film salonimizga qo'shib eling. Bugun mehmon qilganingiz uchun ko'p rahmat. Mushundaq bir go'zal oqshomda menga hamroh bo'lganingiz uchun men sizga rahmat aytsam bo'ladi. Ammo men sizning meni mashinada so'qayotganligingiz uchun rahmat aytsam bo'ladi. Bilaman, siz meni kechirmaysiz. Tushunishlik bo'ldi. Men bu ishning ozroq payzini chiqara olay deyman. Bu menga foydali bo'ldi. Nima? Siz meni kechirgan qadar siz bilan bir qancha qatim tomoq chiqadigan bo'ldi. Siz zodi kim? Qanday kimman? Sizni kim evatdi? Qasdan chiqmadim. Yo'ldan o'tib ketayotsam, mashinangiz bilan so'qayotdingiz-chi? Yo'q. Bu ish cho'qim farishtalarning qo'lida. Farishtalarmi? Mening ularga rahmat aytdim.
nima qilmoqsan Ismoil? Bizni aramizda qo'y. Bizni restorandan avatdi. Hisob kitobda biroz xatolik bo'ldi. Endi hisobni sen bilan qilamiz. To'xtab tur. Bu Kestun. Nemish bo'lsa ikkimiz deyishaylik. Bo'lmaydi. Xitoning qanday qilganligini u o'z ko'zi bilan ko'rsa, texnik yaxshimiz. Bu yerga ketamiz. Yapırınlar. Buyur, gel. Beni koyun. Artık naz kılmaz. Beni koyun. Çıp dur değme. Dakika, gel bu tez gidelim. Ali. Edi, sen yaxshimi? Yaxshi. Biroz kutib boqayli degan, ammo u odamdan nedim yomon qog'oz o'tirib chiqishga majbur bo'lib qoldi. Yaxshi qildi. Edi. Ulanchilar aldirab qochdi. Tez qo'llansak chiqamiz. Tezroq. Nima deyapsan? Tez bo'l, u o'sha keldi, tez ketdi. Bu odam qachondir bir sinib qoldi. Tez ketdi odam. Ali. Qandayroq? Tur. Yaxshi. Hech kishi yo'q. Ali, tur. Doktorxonaga boraylik. Yo'q. Kerak yo'q. Men yaxshi. Qishingiz qanapti. Hech kishi yo'q. Hozir to'xtab qol. Undaqda bo'lmaydi. O'zingiz yaxshimi? Ular sizga askar qilmaganmi? Meni yaxshi. Men hech bo'lmadi. Agar soqchilar vaqtida kelmagan bo'lsa, meni saqlamagan bo'lardi. Yuring. Men sizni uyingizga olib qo'yay. Do'stim keldi. Yaqin do'stingizmi? Men unga deb qo'ygan tamoqdan keyin meni og'il keldi. Asli sizni men olib qo'yishim kerak edi. Bo'ldi, sizni avar qilmay, aman bo'ling. Men o'zim ketaveray. Sizni yana avar qildim. Yo'q, men yaxshi. Bizning mahallada ikkili bo'yta qiz bor. Agar siz meni uyimga olib qo'ysangiz, so'z so'chak bo'ladi. Yaxshisi, yana o'zim ketay. Bugun akşamni intayin ko'ngilli o'tkazdim. Bayqishni ko'nglingizga olma. Bugun men bek xush bo'ldim. Mashinamda so'qilib yaxshi kutganman. Yana ko'rishamiz. Meni izlaysiz, to'g'rimi? Albatta izlayman.
qildi. Turibla qoldi. Hech nima qilmadi. Azroq sekrishlatdim shu. Hataların ortasında kaldım. Yine de sana kıymayı göze alayım. Efendim, sizni urganlar keçip ketdi. Delo ma'lum qilamsiz. Yo'q. Bo'ldi, qilma. Yeni ötəginini qarşılamaq soxuya. Yeni günlər ürküşdü. Qandoqli bo'lsin, ish qilib uzun turmayman. Nega? Çamadanlarni akirib ket. Qo'ya. Ket uyingga. Ata-onam ansirab ketibdi. Hozirni qayt. Xo'p, bosh komissari. Bakma. Yürü bükkan, yürü. Çıkar başını bak. Kollarını benim de çekilir bak. Çamadandaki nine o? Nimanda iğir. Hiç narsamıdım. Fakat şu 4-5 kurlu kiyim. 4-5 kur kiyim geçecek mi? Baran 4-5 kur kiyim geçecek mi? Ankara kızım sen o yer kiyim geçecek ne? Pula tömürdün ya samdı o ya. 4-5 kur kiyim geçecek. Moşunda iğir olan da. Karavanlarının üzüp oğuşdum da. Ne karavan oğuşdum. Yardım kıla. Alan içkiye gir. Hay, to'xtab turing, nima chiqib olay? Nerede payla oldu bu? O kim? Kimdir sen? Bayatın kelgan ayol. Haysayan? Yeni yugurib kelgan ayolni deyman. Ha. Tanımayman. Amsa nima ishni taqib olasiz? Ay akay, ben hiç kadar şimdi havamadı. İçildi, içi temizlik gerek de o. Senin yaptığın şu, o takaylığa vakti var da. Yeni gelip tövendeki birinci kavette. Yer töyürüşün acil yok. Bankara kızım, yetkilerinin geçilir. Yepiriş vakti olur. Bir adam takla bir yere töyür artık. Şu iş değil mi? Ya. Bak. Hey çamadan. Tak. Xayrli kashyo Zafarli. Siz bu binoda nima ish qilasiz? Mening maoshim oz bo'lg'achqa, turmushimga yetmay, bu yerda ichib boqarlik qilyapman. Hozir mulozimatga chiqdim.
Bunu haqırmamsınız. Tek hazır. Yavuz efendi, ben sizin başka işlerinizi sormadım. Ben sizni bu binada neymiş kılatsız deyim. Öyümüz geldik şu. Uyunuza geldiniz mi? Ben bu yakta oturmam. Bu yer siz neymiş kırısınız? 2 gün işe kemme deyirep ben iyi savat ağırlı kelgen bolsunuz. Menin ispatım var. Ben başka durasını sorgan. Menin tavuk beyseniz çok ağzım var. Yok Yavuz efendi, ben bu müşterek doldurmayayım. Şunu soruşun. Yaxşı oldu. Rast mı? Rast. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup da şimdi komşulardı kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sertten altı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönül kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmış yalan anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyet nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramızda bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Şu tapta udul mudul koşnu bulup kaptım. Hayran kılıp kalsın. Bunda. O da kendi toplu. Yemek görüşürüz. O kızmışsınız mı? Ya kay, benim hammaçam. Ne bileyim deydiğin sizden de. Benim öz kızım bu. Menindeki adamların bu yaşta sürgün olan da. Bilmepti ben. Sizni ottan tonup mı ketmeymen. Şuna şahsi işlerimizge anç kızıkmayman. Hayır şahsi işim. Merhaba, ismim İdil. Dadыңızның amiri. Amiri degan gap. Dadыңızның başlığı. Yani dadыңız mening qo'l ostimda ishlaydi. Mening ruxsatimsiz harakat qilolmaydi degan gap. Beni kızım geçip uyga kirdi. Tanışqanimga intayin xursandman. Ismim Sofiyamiz meni degan chiroyli. Rahmat. Kirishchi ism. Men kirishchilik. Nima? Yerim Yunanlık, yerim Türkiyelik. Gapdan kıskısı Adanalık. Adanalıkmı? Vay oğlum senin yaptırmadınız mı? Seni bunu dikin nelik dep dursa Adanalık dep cevap versin ki. Salamlik desem. Kızım, selamlik diyen alındı, dep bak. Vay boldu. Kesip kirip gideyim. Kızınız balıkını bilmeydi ekanman. Ha, ben bunu bilmeydim. Yanılık. Pek chiroyli qiz ekan, shundaqmi? Chaqat. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup da şimdi komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sertten aldı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki... Ya uçuruşuna kadar oldu. Hamak yedim. Bizga buraydigan bir ishingiz bormi? Yo'q.
nedir? Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kulağı action. En esir kino filmlerine ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qara, men sana o'rgatay. Birinchi gapim, bir turib uyda oyoq bilan menishga bo'lmaydi. Nemishqa? Chunki oyoqning tegi maynat, shunga oyoqni selib etishing kerak. Qara, men sana sabun kesib beray. Mana shu oyoqni selib etsa, bu sabun kesishni kiyib olasan. Sabun kesishni kiyib olsan agar maynat olmaydi. Bu bir yaxshi odat. Bu erdarning sabun keshi. Tutum xeli cho'nkan, ha? Oy, deha bayılın yanında ya papstay durattım. Bana hem de ayağını selversen boyumuz tepimden olup kaldı. Şöyle kızım. Vay kızım, çoğulenge Allah. Öğreniyeteki seremcalaştırıp olamadım. Bir küçük gelgenim aran 3 gün oldu. Öyle, ben kalayımı kan. Adana'nın oldan koyduğun esenin hemmesini hep geldim. Mühim emas, ben bu yer uzun durmayman. Oy, kendim. Köp durmaysan bilmem ama qaytına verme. Apanın senin xəs qığılla, senin senin ama xəs qılışı mümkün. Olar senden neyin talep kılıdı, neymiş kımıda kılıdı. Şunu bir bireyler biz. Gerisi yasakçıları bu işini yazsın, ulan tutsun. Onun deyip hayt kessen mi, ülgürsen. Ama bu işte ötüp geçişe mesela hiç şey gevetemeyin. Çünkü məhmi bir tadı de. Belki vaqt o'tgan siri bu yana yaxshi ko'rib qolishing mumkin. Ko'rib qolsan İstanbulda. İstanbul ajoyib chiroyli bir shahar. Biroq Adana birinchi, İstanbul ikkinchi. Shunchalik go'zal bir shahar bu qizim. Men uxlayman. Xayrli kech. Ata! Taşına geldi. İsmail'i. Kaçma bir sakçı! Tohtar! Tohtar! Kim durun lan? Çatlamın olma. Tohtar! Hiç çıkma!
Çekişme! Topa! Siz bulunlar! Ulanı herkes kaçırıp koymaylı! Tohtaş! Tohtaş! Kısakçıya kulağını götürür! Tohtaş! Kısakçı! Kulağını Tohtaş! Tohtaş! Mirzali! Mirzali! Canını çıktı! Tohtaş! Beni taşlap gitme. Beni taşlap gitme. Levent, beni taşlap gitme. Beni taşlap gitme. Az kaldı el. Siz gözünü yoktuşka az kaldı. Yaxşı. Sazda yaxşı oynadık ha. Yaxşı oldu. Hey aka, nerede varsa? Sizler bu yerde kılanglar. Özüm yalğız varım. Özüm tutturduğun azırak işim var. Ciddi kutkuş makinesinden varam sen. Yok. Yani bir maşini bilen varım. Sofia? Sofia? Sofia kızım. Soğumudun mu? Kızım bu niye mi kalkın? Ha?
Nima qilaman? Bu nima qilaman? Boyning qayrilib ketmasin yana. Chaqachi. Eng yangi, Aramil eng vatman. qiziq, eng esil kinofilmlarni rahatga qaramoqchi. Mushunda qisqacha rahatlanib qoldim. Tushundim. Ishkiroyda bir maqsad qilyapman. Shuni gap bo'lmasa, rahatlanib qo'yay. Qara, sen sütə girdim. Men sütni yaxshi ko'rmayman. Neymişqa paylı qoğaçqama? Yo'q, purg'ini yaxshi ko'rmayman. Yo'q, purg'ini yaxshi ko'rmayman. Burning itilib ichingda. İçmeymen dedim-ku. Ha, ma'qul. Bu yay qo'yib qo'yay. Xohlaganday ichasan. Qara. Jahil. Bu Seretikarin kim? O mu ananın hizmetçisi mi? Bu Mirza Ali. Benim bala vakti ağaynım. Hatta kan qeyrindeyim. Kan qeyrindaş degen nime? Mondaqsa İslam, biz kichik vaqtimizda birga ish yaptık. Yani intayin yakın dostlarnıydık. Biz kollarımızın kesip bir-biriga yepişip durup kan qeyrindaş bolduq. Mirza degen nime degen gap? Mirza emas, aslida Maraz edi. Maraz bala qaza degan gap. Hoş kelibsan aka. Qanchalik vaqtda ishing tugaydi? Men bilmayman. Biroq sen uzun qolmaydi. Bizim bu elektrikli təkçilər xor idi. Turğalı yerdə bir vəqə, bir cidal çıxıratdı. Məhəllədə o beşini yağmağan balı qamağan. Şuna Maraz eli degan laqabni men qo'yib qo'ygan. Shundaq. Saqchi edi. Men Ali apam uchimiz birga vazifa etdik. Keyin o qalaymirgan ishlarga aralashib qoldi. Shuni bilan saqchilikdan chiqarib etdi. Ondaqda hozir nima ish qiladi? Bilmayman. Uzun yillar bo'ldi ko'rishamadik. Keyin mashina yuk maydoni echibdi deb angladim. Kimcho'ni? Xeylimi o'zgaribsiz? Yillar odamni o'zgartirdi. Bu normal ahvol.
Hazır xeyil semirib qapsiz. O çağlarda siniz emas ekansiz. Nima? Semizlikning parangni qilyapsan. Bu Pobayka meni shunday ko'rsatdi. Qara, men badanim toshdek odamman. Bo'ldi endi qizim. Sen uxla. Bu yerga qo'ltama, ha? Chaqaroq bo'l. Chaqa uxla. Oy, kompyuterni yeyib o'tading endi. Uxlamay. Bu atamning kompyuteri. O hayat vaqtida mana amonat qo'yib qo'ygan. Undaqda bu kompyuter necha vaqtdan beri yeningdimidi? Apam yaxshi saqla, hech kimga bermay degan edi. Shuni yenimda saqlab yuryapman. Eri qilasdan uyga kirib, uyga olib turganda kompyuter uyda emas, shundaqmi? Shunday. Ulan neymiş peşin yürgenliğini endi iş kağandek oldu. Sofya kızım, kompüterim bende kasıp olandı. Salamet bol. Mahfiy numarini bilmayman. Ammo bunun amanını özüm qilaman. Bersin qizim. Apamni o'ldirganlarni tepib jazolamsiz? O ishni qilmay turib hargiz o'lmayman deb qarayman. Apamning intiqomini cho'qim erish kerak. Ansirma qizim. Apam. Sizlarni o'zim yolg'iz uxlab olaman. Sizlarning omitinglar qochdi. 1, 2, 3, men bilan 4. Hammamiz bu yerda ekanmiz-ku. Men bo'ldi, Bonjoq. Ali akam qaytib kelmadimi? Yo'q. Yoki xizmatchilar bu yerdan ketmadimi ya? Hali oldi ketgili. Bundoq bo'lsa bog'chada taklif qilinmagan mehmondan birisi turdi yigitlar. Men deyapsan. Yo'q aka. İçerideki kürsü kamerasını tekrar kaydım. Arka baktığım kamerasının bir körengi göründü. Bonjoq. Mulayim. Sizlar aq tarafdan. Ma'qul aka. To'xta! Dur! Qochma! Qo'lingni ko'tar. Bo'lmasa ititma. Qimirlama. Qo'lingni ko'tar. Endi kendini görün. Bu yaxshi. Bu yaxshi. O'zini ko'rsat.
Merhaba yigitler. Eng sizik, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Qanday ayol bu, Allohga o'xshash. Nega qas odamga qurishtirib. Kelsen aka. Charchab ketdim. Hammanglar kirib uxlanglar. Jiq o'ltirmanglar. Balduroq yetinglar. Atigalikka bankina mashinasini bulaymiz. Ayşegül. Hoş geldin aka. Aka, siz mekanınızı izlep ketdim. Yok, ben sizni izlep geldim. İşte yalan yaptınız. Birini o'qib beray, qo'zg'amacha boshda. Qarab boqay. To'g'ri, nimalar bor? Yemiş, irimçek. Kızılmış. Yana irimçek. Yaxshi, Ahmet degan shuda. Mana bu yerga qo'yib. Yechib yemeklar qarab boqay. Nimalardi bu? Ko'rib boqaykan nima ekan? Buni esam sərgə çoxlayammayman. Qarab boqay. Başqa narsa bo'lishi mumkin. Murabba? Buni esam bumu oshliqni bosolmaydi. Yana qarab boqay. Ha?
Bombagan emasmi? Biroq oz qopdi-da. Buni aldirab yemay. Saqlab yeng. Qizilimiz qiyamiga men bek amroq emasmi? Bu yer endi. Qurtilgan qizilmishim bagar emasmi? Bu narsalarım İstanbul'da bo'ladigan bo'ldi-da. Yani nimalar buni keyinroq yesam bo'qdik. Endi o'zimga hayz bir yemaklik qilay. Aras bu yerda qo'lda bugun kechadan atigan gap kerak. Hashdan ketib. Buni ko'tarib urush qilsam bo'ladi. Eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib oling. Nima ish kerak? Sadag'in ketay. Jenim bo'lkam endi qadaqlaman. Boshni o'laman. Telefon qilma, tergilib bo'lmaydi bu kechda. Qanday qilish kerak? Qo'shnilariga chiqib boqaymi? Shuna qarang. Bu narsalar yerga tushib ketdi. Endi bularni yasatqizish kerak. Abla kechiring. Eling. Rahmat. Arzimaydi. Xayrli kech. Yavuz apandi. Bu kechada faqat xat sanduqini berish uchun ish chekmagansiz. Xat sanduqi? Yo'q. Men non so'rab kelgan edim. Siz non bormikin deb ortiq bo'lsa, biroz bergan bo'lsangiz. Albatta, hozirlab kelib bering. Nima bu? Niman taqomaq narsa? Nankor hayvon. Odamdek muomala qilolmaydi bu hayvon deganga. Nankor mushuk. Qamdashmagan. Yavuz tag'anqa marhaba da'vatamsan. Tag'a? Akangda. Qani kela. Bak qattiq tatlib etmagandi. Yo'q. Bak umoq, bak so'yimlikkan. Bu itamdi. Yetib boshida. Asli bundaqchalik sizni avvar qilmasam bo'ladi. Men go kech bir narsa yeb ketmayman, biroq o'zimga bak diqqat qilaman. Uzun yo'ldan kelgachga oyaplanni bir narsa yeyman. Kayfsizlanib qolibsiz-da. Nima kayfsizlik? Ishqilib, oyaplan, havo boshliq qatorliqlar. Ya'ni mening o'ylig'im asli bundaq kichikroq bo'lsa, orsiq bir narsa yeb yey degandim. Buni menga berib sizga qalamdi qamamdi. Kichikroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Azroq o'shtib beraymi yo bo'ldi? Hech qisi yo'q, kerak emas. Ma'qulamisiz, salomat bo'ling. Sapiringlar qanday bo'ldi? Sog' salomat berib keldik ish qilib. Bir bason. Rahmat sizga. Rahmat. Qizingiz bek umoq ekan. Yani ben de Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Yaxshiman. Kechida sizni avval qilsam yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, endi gap tutmay, rahmat. Eningiz hech qisi yo'q, xayrli kech. Sizmi omon bo'ling. Yavuz apandi. Hozir, birdan. Endi gap qilay. Atatigan idorada yig'in bor. Kechikib qolmasligingizni umid qilaman. Vaqtida bering. Bildim. Bosh ustiga boshla.
etken bir idare çıkan bak geçip kalmak değiştirecek diye. Kalmış bakalım. Götür bakalım burada mısın kara. Da kız verip diye. Müştüsmüş gelmez başka hayvan ya hoşmaydı. Qapqaqdan tushib chiqqicha nimishqa diqqat qilmaysizlar. Biz har vaqt diqqat qilyapmiz, sen bilasan-ku aka. Hozirgacha biz hech kimga tutilib boqmagan aka. Ayşegül meköylep bizni marab turib ekan aka. Aka, xapılmısan-chu? Ularda nima gunoh? Sen gap qilma. Ularga eng og'ir jazoni beraman. Endi qanday qilamiz aka? Ayşemgülmü bizga qaytlamdi yoki Qalaymiqan jo'ylama. Seningchi bo'lamdi? Bo'lmaydi. Aka, nemishqa bo'lmaydi? Ayşegül, men qarshi chiqma. O'rningda o'tir, bo'lmasa pachiqingni chiqib o'taman. Akajon, sen mi bilasan-ku? Necha vaqtdan beri xizmat izlayapman. Lekin hech yerdan xabar kelmadi. Aka, xush bo'p qalay. Ma'qul da'vatgina. Men sizlarning qo'shiningizga qo'shilsam, sizlardan turmush o'rgansam deyman. Biz bu yerda yog'ochchilik qilyapmiz. Bizni nimani gunoh sen? O'g'irlikni. Qarab tur, endi putonga sundirib etmaydigan bo'lsa. O'tirib ket. Ma'qul aka. O't bu yoqqa. Ma'qul aka. Men chetga o'tyapman. U mening kenimdan bili o'tyapsa, bo'lmaydigan o'xshaydi. Endi biz kelishib olaylik. Bu kecha bu yerdan ko'rgan hamma narsani, qilgan ishimizni, bu uyni, o'tgan yer osti yo'llarni, jiddiy qutqizish mashinasini, hamma narsani unutaysan. Bundan keyin bu ishlarni ikkinchilab esingga olmaysan. Tushundingmi? Bo'lmaydi. Nima? Bo'lmaydi dedim. Balalar, Ayşegül aka men jinimdan to'ydim. Tayoq yegim keldi deganda qildimmi yoki men xato anglab qoldimmi? Hamishni anamga aytaman. Sen menga tahdid silyapsan. Yo'q, men bo'ladigan ishni deyapman. Muloyim, bunjoq. Arq tarafga ko'ylaga bir o'rak olinglar. Tez bo'linglar. O'rak nima qilamiz? Ayşegülni dafna qilamiz. Hozirla anamga telefon qilaman. O'zing tanla. Ya bo'lmasa meni ep qilib guruhga tarbiyalaysan, yoki bo'lmasa anamga telefon qilaman. Men bu yerga nima ishga keldim? İstanbul'da vardigan bosh kelin bo'lmaganligi uchun. Ammo men do'stlarim bilan uchrashmoqchi edim. Do'stlarmi? Ha? Nima? Do'stlarmi? Qizim, sening kelganing ara 2 kun bo'ldi. Nelarni deb olding o do'stlarni, ha? Shuni tanishib qoldingmi ya? Har holda to'r degan narsa bor. To'rda tanishgan Istanbuldagi do'stlarim bor. Kimlar ular? Anraba, Lavnitpa, Hakanba, yana Jandapa. To'xta qizim. Bularning ichida qiz bor yo'qmi? Ha? Qanday ish bu? Xuddi futbol maydonidagi 11 a'zodek. Ish bu. Oldimda bak. Ne bo'ldi? Nima qaraysan? Shuni qara. Qilay shuni. Olay yolga çıktı aka. Salomat bo'ling bosh komisarim. Xayrli ishlar, Sofiya. Xayrli sahar. Qanday qara? Yaxshi, sizchi? Ha, men yaxshi. Oy, so'pitonlar yaxshi-ku. Choy gapiraymi sizlarga?
Otur, şunu qil. Hop, bas. Men bütün gün shunday o'tiramdim, dada. Bütün gün emas, kech soat 5gacha. Biz 5 ishni tushamiz. Ishni tushib uyga ketamiz. Boshqa ish yo'q. Bu odam bilan qandaqmi qilam? Kontrpol deb birini bilan deb ketdim. Ammo meni tillayotgan bo'lsam, men onglim tilini tosh qilib yotibsan yana. Tiling toshga aylanib ketadi, chunmi talangni tilsam. Xayrli sahar. Xayrli sahar boshliq. Xayrli sahar. Kechikib qoldingiz-ku, Yavuz apandi. İstanbulning qatnashini bilasiz, amal yo'q. Shundaqmi? Biz bir yerda o'tiramiz-ku deyman. Qandaqli bo'lsin, bundaq ish qayta yuz bermasin. Xayrli sahar Sofiya. Xayrli sahar Idil xonim. Qizingizni idoraga olib kelibsiz-ku. Boshqa nega gapiraman, ha? Bizning bu yerda ish kimimiz bo'lmasa. Uyda qolib bo'lmamda. Apirin. Do'stlarim bilan o'zim chiqib aylanib kiratdim. Albatta shunda qilsang bak yaxshi bo'ladi, biroq siz Geresiya deb ishimiz kelganlarni bilmaysiz-da. Bilmay qolamanmi? Attigandan beri Geresiya saqchiqamiz bilan aloqalashyapman. Shu yerda qalayim qanchalik chiqaribsiz? Biz qalayim qilibdikmi? Ha? Ular saram bo'lib qopdi. Ular bizni qartib avtomatdan qilib o'q chiqadi. Biz o'zimizni qo'ldidik. Endi kelib biz u yana qalayim qilgan bo'ldikmi? Ha? Buni sizlar guvoh bo'laydi. Angin. Nemish boshliq? Sen bir mezgil Sofiyaning qo'g'ilg'ichisi bo'lasan. Hamma yerga bilib borsan. Bosh ustiga boshliq. Yaxshi, xushal bo'lib ketding har holda. Bo'lsa ota-onani elib, qiz so'rash kel oldimga, ha? Qolsang o'tir joyingga. O'tir. Bütün ishlar joyiga tushib, ishlar hal bo'lguncha Sofiya yerimdan 1 minut birak ayrilmaydi. Endi siz sirtqa harakatga chiqqanda qanday qilasiz? Ha? Mana bu yerda o'tirsin, dadasining ustirida. Bu yer saqchiqana. Bu yerdan boshqa hech qanday bexatar yo'q uningga. Bu yerda o'tirib dadasining qaytishini saqlaydi. Shuni qilay. Kechiring, bosh komisarim. Yuringlar, yig'inga boraylik. Eski odamlarni tutsak, kayfiyatimiz yaxshi bo'lib qoladi. Biraz eski adamlarni tutib, kayfiyatimizni joyiga tushiraylik. Ortiq bu. Hey, ijayma qana. Bosh komisarim. Haras qizim, oldingda kompyuter bor. Yana qog'oz qalam bor. Rasm degandek narsalarni sizib o'tirasiz. Mashina yaqinlashyapti. Tayyorlaninglar. Ne bo'ldi? Nemishki bu yerda to'xtaysan? Bu yerda fojialik voqea bo'libdi. Yo'lda jasadlar bor ekan. Yo'lni itilib qolibdi. Yordam kelganlar yo'qmi ekan? Yo'q, hech kim yo'q. Texi yangi yuz bergan o'xshaydi. Sen telefon qilib yordam talab qil. Biz musha saqlab turaylik. Ma'qul.
Bu yerde telefonunu takmaydıkken. Aka, yardım qil. Bo'ladi, chidab tur. Ular hazırlık keladi. Aka, yardım qil. Bo'ladi. Men hozir yordam talab qilaman. Chidab tur, ha? Chida. Aka, yardım qil. Yardım takmaydikken, endi qanday qilamiz? Aka, bizga yardım qil. Chidab tur. O'lib ketishga o'xshaydi. Chidab tur. Aka, yardım qil. Bo'ladi. Aka, ketma. Bo'ladi, birdan chidaman, ha? Abla, yeni tatmidi. Qanday qilaman? Ne bo'pti? Ular intayin ig'ir yaralanibdi. Texi ba'zilar o'libmi ketibdi. Telefon tatmaydi ekan emasmi? Inson bo'lgandan keyin biror doktorxonaga olib boraylik. Mashinaning ichida liq pul tursa, qanday qilamiz? Odamlar o'lib ketyotidi. Seni yaralganlar. Bilmeden bayram işler etti. Emis ne ketiyorlar? Seni. Texi bayram işler yatkan idi. Biz bu yerda. Ha? Qurollarni tashla. Efendiler, aldığımızda bizni saqlayotgan ig'ir vazifa bor. İstanbulning qanini sho'rayotgan jinoyat tashkilotlarini bir-birlab yo'qotib, millatning huzur ichida yashashi uchun tirishishimiz kerak. Sizlarga ma'lum, Edilxon qiz hurmatlik saqchi boshliq tarafidan butun harakatlarning boshqaruvchisi qilib tayinlandi. Endi Edilxon qiz bundan keyingi plan to'g'riliq so'zlab o'tdi. Qani Edilxon qiz, marhamat. Dostlar. Aka, qayerda qoldinglar? Seni nima qaring? Kiyiminglarni tez almashtiringlar. Do'konni kashashdiq. Eshikning oldidagi soqchilarni gumonlantirib qo'ymaylik. Aka, men bu tashkilotning a'zosi edim-ku. Nima qilyapsan? Pasrak gap qil. Bak, qora tashkilotning a'zosi bo'lishni xohlasang, oldi bilan og'zingni chang tutishni bilishing kerak, uqdingmi? Kechirgin aka. Anamni chandirib qo'ymagansan. Yo'q, akamlar bilan kecha qarta o'yindiq dedi. Aferin. Aka, men tashkilotning ichidan o'zimga yaxshi bir vazifa topdim. Qanday vazifa? Sho'pirlik. Sho'pirlik? Ya'ni sen o'g'irlik qilganda. Qara seni. Yana o'g'irlik deysan-ku. Kechir aka. Sen o'g'irlik qilganda men sizlarni teshib saqlab turaman. Sizlar ishingga tutgandan keyin chiqib mening mashinamga o'tirsizlar. Andan men haydayman. Seningchi bu vazifam bo'lamdi ekan. Men chiqib qila olayman. Haqiqatan yaxshi o'ylabsan. Biroq yana bir masala bor. Sening sho'pirlik kinishgan bo'lmasa, qana qilsan? Men bu mashina haydashni o'rganaman. Bo'ladi. Sen hozirla kurs qilbag'in. Kenishkini ol. Biz 2 oydan keyin ko'rishaylik. Bo'ladimi? Kenish kelishimda chatoq yo'q. Qatnashchilar oldingni to'sqanda ularga o'quvchilik kenishkisini ko'rsamsan? Farruh,
Mağ saqtikin iş gel qıp beremsən. Bugün kechki qo'lingizga tegib bo'ladi. Ishingima. Saqtikin ishkini oldingmi deyli? Mashina qanday haydaysan? Timur manga o'gitib qo'ydi. Men o'gitman aka. Men o'gitay. Uningga nima o'gitadiganligini bilamsan? Bilmayman aka. Men o qizni to'liq tushunmayman. Timur, manga mashina haydashni o'gitib qo'yamsiz. Mashina haydashnimi? Uni intayin oson o'gitaman. Men texi bexatarlik sandiqini ichishni o'rgat deydigan o'xshaydi deb qoptiman. Uni texi bizni yaxshi bilmaymiz. Bo'ldi. Ishingni qil. Başladık. Tushdan keyin soat 3:30da boshlasak bo'lamdi. Bo'ladi. Mening boshqa ishim yo'q. Yaxshi. Mashina kelib qolmasa boshqa ishim yo'q. Aka, amsi biz keyin ko'rishaylik. Aka, men senga va'da beray. Sening menga bo'lgan ishonchingni hargis yeb qo'ymayman. Menga bundaq va'da berishingning hojati yo'q, Qerinch. Nemishqa? Sana bu ishda hargiz ishonmayman. Bo'ldi, endi ko'zimdan yut. Beshimizni qarab turmagan, sen qilgandan endi. Hammamiz birdan o'xshash jinoyat tashkilotining orqasiga tushsak natija qozonmaymiz. Shu sababdan biz ikki guruhga ayrilishimiz kerak. Bir guruhga men mas'ul bo'laman. Yana bir guruhga bosh komissar Yavuz mas'ul bo'ladi. Albatta o ishlarni mening buyruqim va ruxsatim bilan qiladi. Angin. Sizning tunji vazifangiz bu jinoyat tashkilotini yo'qotish. Saqtisidi DVD tashkilotimi? Shundaq. Yaqinqi bir mezgilda bu ishlar intayin yamarab ketdi. Yangi filmlar kinoxonaga kelmay turiblar. Ko'chalarda setilishga boshladi. Oddiy bir ish qo. Berib ularni iskilatini taqaymi shundan tugumidi? Hamsi yaxshi-ku. Undaqda nima ishga berib baxmaysiz? Bering. Undaqda men bu cho'ng saqt film tashkiloti bilan avar ekanman-da. Siz qaysi jinoyat tashkilotini yo'qotasiz, boshliq? Intayin absiz bir savolni so'radingiz. Uning ustiga sizga ehtiyojli bo'lganingizdan ortiq ma'lumotni beradigan ahvol yo'q. Chunki ba'zi harakatlarni maxfiy etib berishga majburmiz. Do'stlar, yana so'raydigan boshqa savolinglar bormi? Yaxshi. Undaqda vazifasini saqlab o'tadi. Sizlarga yordamchi bo'lsin. Hey, mana. Dadam ruxsat bermaydi. Nega borsiz? Hojatxonaga bormoqchi edim. Nadaligini aytib beramsiz. Koridordan o'tirman so'ng so'l taraf. Rahmat. Baş komiserim, sahte DVD'ye zarb berish hareketini qachon boshlaymiz? Albatta. Hozirla boshlaymiz. Butun boshqarmadagilarga e'lon qil. Olay saqchilar xabar qil. Uchar aeroplan, tanka,
Neyim bo'lsa, hammasi tayyor qilsin. Chunki bu intayin qiyin ham zo'r bir harakat. Shuni mi so'ramsan? Bir salam beka. Tutaverma bir nima. Ola. Boshliq, bir savolim bor. Gap qila Adana. Boshliq, siz meni Izmirdan CD, DVD plastinkalarni sotadigan bolalarni tushsin deb chaqirib keldingizmi? Afsus, mening bu to'g'riliq hech ish qo'limdan kelmaydi. Edilxon qiz harakatlarni boshqarish vazifasini boshliqdan oldi. Yaxshi, boshliq. İstanbul'un ko'chalarida atkas DVD, CD sotadigan bolalarni tutishdan boshqa masala qolmadimi? Hammasiga bir-birlab navbat keladi Adanalik. Oldirma. Oldimizda bu shaharning lukchigi, o'g'risi va boshqasini kamlab qolmaydi. Yana bir ish boshliq. Mirzalining rasmini Edil xonimning arxivida nemish qiladi. Ishxonamga kirgan Adanalik. Sana hamma ishni deb berman. Ne bo'ldi? Hoy, ne bo'ldi? Signali boshliq. Ishtiga qarab boqaylik. Qani mana. Merhaba yigitlar. Salomat bo'ling boshliq. Merhaba. Salomat bo'ling boshliq. Bizga bu mashina to'xtash maydoni guruhlarini urishga kim qolgan? Ne bo'pti? Nemish bo'pti? Jidal chiqibdimi? Cho'ng jidal chiqibdi boshliq. Beşiktaş'taki yo'lning bo'yi qaraydigan bir guruh bor. Kunigun birisi o guruhning butun odamlarni o'q tutib o'ldirib yetibdi. Bu guruhning ismi nima ekan? Bu guruhning ismi yo'q, ammo xo'jayinning ismi Ismoil. Laqami Matador Ismoil. Boshliq sizga bir ish olmagandir. Yaxshi. Hech yo'q. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Telefonni qo'yib etdi. O darsga o'xshaydi. Bugun tushdan keyin Ayshigulni elab mashinadan aylanib chiqar ekansizlar-da, ha? Aylanib chiqmaymiz. Men faqat o qizchaga mashina haydashni o'rgataman shu. Aha. Albatta bizim shunday qo'ylagan edik.
Oy, buni ammiyani milivatdi-ku bu. Nim bo'pti? Aka, gazetdagi xabarni ko'rdingmi? Qaysi xabarni? Birisi Matador Ismoilni va uning odamlarini yo'qotibdi. Bak, Qara. Kechir aka. Avar qildim. O'ltir o'g'lim, o'ltir. Aslida Mirzali bilan munosabatli xabarlarning sening qo'lig'ingga bormaganligining sababi g'alitidek turdi adanalik. Ali bilan munosabatlik nima xabarlar bor boshliq? Biz Mirzalining 2-3 yildan beri Istanbulning eng yovuz o'g'irlik tashkilotini tashkillaganligidan gumonlanyapmiz. Aliydinmi? Bizning Aliydin? Yo'q. U degan mening ballaqchalik do'stim, qon qarindishim. Menga o'xshash, sizning o'quvchingiz Ali. Yana burunqi soqchi Ali. Buni hech kim isbotlayolmadi. Bu faqat hozircha shahardagi afsona. Ammo shaxsan Edilxon qiz Mirzalining jinoyatini isbotlash uchun ko'p kuch chiqaryapti. Yo'q, boshliq. Bizning Ali undaq ishni qilmaydi. To'g'ri, uning biroz qiyni qiziq, biroz kapsiz, isyonkor. Biroq u saqcho'paqan emasmi? Saqchi idorasida nima ish qo'g'langanligi esingdimi? Albatta esimda bor. Biroq u ushaq arzimaydigan ishlar. Biroq jinoyat guruhining boshlig'i bo'lish degan bu boshqa gapda boshliq. U butun kuchi bilan saqchi tashkilotini intiqom olyapti. Ammo deganimdek, texi hech kim uning jinoyatini isbotlay Sen texmi yaxshi bilasan. Bir kishining jinoyati isbotlanguncha u kishi gunohsizdir. Mirzalining arxiviga kim qaryapti boshliq? Bu bir maxfiy ma'lumot. Sana aytib bermayman. Aytib buyurma. Tushundim. Edil qaryapti. Asalliq bas. Nega borsa? Yo'g'on DVD iskratini taqashga boraman boshliq, boshqa shu. Men qara o'g'lim. Hargiz xato ish qilib qo'yma. Sana berilgan vazifa buyruqlarning sirtiga chiqib qolsang, ham xizmatdoshlarimning hayotini xavfga uchratsang, o chaqda sana berilgan jazodan men seni qutuldirolmayman jumu. Bizning u yerda nəhayət güzel bir ibora bor. Adanalıq degan. Bendisi bizga hech ish bo'lmaydi. İşimiz asan bo'lg'ay. Sening ishing asan bo'lg'ay. Bosh komisarim, atkas DVD iskratini bostirishga bormamdiq. Sizlar nima degan zodi ilgari? Sizlar degan iskrat bostirishga amroq odamlar. İstanbulda boshqa jinoyatchilar qolmadi. Her türlü dertler bütünler cügüdü. Atkas silahla kaldı. Boldu mu? Cügüdü mü? Oy senin çarşılarından örgülüp gider. Aldım kutuşma. Kolay bo'lsin yigitlar. Salomat bo'ling. Qani marhamat. Avar qildin. Hech qisi yo'q. Eshik ochganda qo'lingiz tegib ketmasin jimi. Tulka, Nima shaka? diqqat qilib paydanglar. Ansirma aka. Yo'q. Mening ansirayotganim yo'q. Shunga sen ansirsang bo'ladi.
Agar uning bir ish bo'lib qolsa, uyga qaytib kelmay, mashina bilan o'zingni bir qiyaning ustidan at. Baş üstüge aka. Kech qolmanglar. Bo'ladi aka. Mağaylı mı? Mangayli. İşini kılışa mı? Zarif mashina yuvish o'rni. Merhaba Ali. Men Edil. Marhaba. Yaxshi. O'zingizchi? Menmi yaxshi? Ishlayapman. İşleriniz asan bo'lsin. Siz telefon qilganda men darsda edim. Shu telefoningizni olamadim. Hech qisi yo'q. Telefonni qo'yib aytgandingiz. Dars to'xshaydi deb o'yladim. Tunogin kech men qaytgandan keyin nima ish qildingiz? Hech ish qilmadim. Uyga kelib yotdim. Uxladim. Yaxshi o'tdi. Tunogin siz uchun tasbir kun bo'ldi. Haqiqatan shundoq bo'ldi. Hey, og'inlar. 1-2 soat mening yo'qligimni chandurmay turamsizlar. Nega borsan? Qiz do'stimni maktabdan chiqib, biroz aylantirib kelay degandim. Sen yaqinda mashinaning keyniga men o'tir maktab o'quvchisi deb yozib qo'yibsan. Shundaqmi? Nima o'tir maktab? Universitetdan 2-yil qilib o'qiydi u qiz. Kelil cho'nkan, ha? Nima deyapsan? Unda qilma. Bugun oqshom nima ish qilasiz? Hech qilmayman. Bir planim yo'q. Bugun jumaga deyman. Ha. Ata darsingiz yo'q. Siz demalisiz shundoq. Shundoq. Amsa kino ko'rib kelaylikmi? Bo'ladi. Yaxshi. Qaysi kinoxonaga boramiz? U hozircha maxfiy. Maxfiymi? Shundoq. Bo'ladi. Amsa qaysi kinoxonada ko'rishimiz? Umi maxfiy. Tushunamidi? Kech soat 5larda bu yoqqa kelamsiz. Bu yerga deganingiz o'rnimga. Oldi bilan bir narsa yeymiz. Sizni xizmatdoshlar bilan tanishtirib qo'yman. Keyin kino ko'raylik, bo'lamdi. Bo'ladi. Adresini yozib olay. Ma'qul. Deb beray. Tamam. Ma'qul amsa, keyin ko'rishaylik. Qizg'anmanglar. Tirishsanglar sizlarmi topa olaysizlar? Xo'sh. Unisiga to'g'ri. Biroq biz qanday qilamiz? Nimani qanday qilamiz? Hammasi o'zlariga qiz do'st deb qoldi. Faqat ikkimizni foyda qoldik. Bizim topamdik-ya. Bu ishni hargiz oldiran qo'l qilishga bo'lmaydi. Saqlashimiz va sabr qilishimiz kerakda. Kutilmagan vaqtda o qizlar oldimizga o'zi kelib qoladi. Voy, Sazan Jumhur Onal aka qandaroq. Aka, jiddiy qutqizish mashinasiga chiqamdiq? Yo'q. Kechda ko'rish uchun film tanlayman. Ishlar xayrlikda aka. Kechda mehmonim bor. Top bizga kelmasa, biz topga boramiz. Top deganing nima u? O'zimiz sirtqa chiqib qiz do'st topamiz degan gap. Shuni bilmaydi ekansan. To'g'ri, qiz topmoq oson. Ammo qizlar bilan qanday tanishimiz? Yo'q. Hey, küçük, suvarını birden zıkkıra. Ben birden oynamadım ben. Evet.
İçi kiremdik başkomisarim. Ya, bu şekilde içi girsek, fakat mallarını kolu uçururuz. Baş çıkıratı demişimiz gibi. Bunda qana qilamiz başkomisarim? Mana bu film intayin mükemmel film. Rejissor ve mazmun jihati bo'lsin 7 xil Oscar mukofoti olalaydi. Balki 8 xil. Bu filmlerden 5-10'ni ko'proq qo'shib qo'y eshiklarga. Tez bo'linglar, tez. Chopsam bo'linglar. Men sizlarni chopsam bo'linglar deyapman. Ha, teşhimo, birodarlar. Xayrli ishlar. Kim bu? Sen kim? Ha? Ne bo'ldi? O'ta. Nim bo'ldi, qarindishim? O'ta bu yoqqa, o'ta. Ishga qaraydiganlar nima ish qiladiganini deyman. Nim bo'ldi zodi? Biroz o'pgani bir savol bo'ladi. Sen kim, ha? Nima talab qilasan, Shapurov? Sening de nayt yaxshi saxta DVD plastinkalar bor deb anladim. Shularni olay deb kelish. Yo'q, qarindishim, bizda undaq atkas film yo'q. Xato kelib qopsan. Bularchi, bular nima? Hey, men to'xta, nega borasan? Xato kelib qopsan dedim-ku men sana. Men bularni olmoqchi yeshitdilar nima u? Men mushlar olay. Kelib qopsan. Bizdan bozorda poyat sotadigan odamlarimiz bor. Shuning qishiq bosam beradi. Biz degan ishlab chiqaruvchi, bizga top sotamiz, manda top sotamiz. Menmi shu? Top olaman. Meni demak o'g'rim top elish, top soda. Top olasan. Shundoq. Ya'ni masalan qanchalik olasan? Qanchalik bergan bo'lsa da. Bak yo'q. Menen deydigan gap yo'q tijoratda. Sen bana aladigan soningni aniq de. Zaten qanchalik olasan? Aniq demsan bo'lmaydi. Aniq soni toz bilmayman, ammo oldig'im nayt ko'p. Bana sening bu nimalarning ozlik qiladi. Bular pek az. Bularni bizning o'ydik bolalar ko'rib yutib yetadi. Bular ishni davololmaydi. Biz Sharqiy Yevropada qurilish ishini qilamiz. U intayin yaxshi joy. Mallarning hammasini shuyaga o'tkazamiz. Qada. Ya'ni butun Sharqiy Yevropa shundaqmi? Bu mallar sana az kelib qolamiki? Nima deydi bular? Bular ishni davololmaydi. Bular hech narsa emas. Sizlarninki texmi cho'ng sklatlar yo'qmi? Ba. Isming nima sening? Jamshid. Men qara, Jamshid qarindishim. Sen nayt yaxshi gap qilding. Men bek hayajonlandim. Oldi bilan-chu az-azdan boshlashimiz kerak. Bir-birimizga yaqinlashmasak, tunishmasak bo'lmaydi. Meningcha o'zingni avval qilma. Men sana dey, men undaq-mundaq yaqinlashishni xohlamayman. Men qo'l-qo'lni tutishish, tushirishganlarni faqat gapirmayman. Men to'p-tush qildim. To'pti. Shundoq. Shundoq ochiq, shundoq yaxshi paranglashdik. Ammo tijoratning qoidasi bor. Biz yaqinlashishimiz lozim, tushunishimiz lozim. Sen avval olma. Men tushundim. Mening kallamda yilda bir qancha million tijorat bor edi, ammo bilishim sening kuching yetarli emas ekan. Rahmat. Razı olsun qarindishim. Men bu tijoratni qilmoqdaman. Rahmat. Bir necha million dollar dedim ha? To'xtab tur. To'xtab tur qarindishim. Sana desem Shapurov. Biz aslida boshqa bir yerda film ishlashni o'ylagan edik. Ammo qarab baqsaq, atkas filmning foydasi xili ko'pkan. Onundan topgan pulni film ishlashga ishlatishni tanladik. Shirkat siyosati bilan ketgan pul film ishida qaytadan aylanib turdi. Ha, to'g'ri. Qaytadan aylanib turdi. Kinochilikqa bir xil shaklda xizmat qilish kerak. Qarab baqayli. Mana bunda Aylan. Ha, qara. Bo'ldimi? Shapurutqa nima desak bo'lar? Go'zal bir ko'rinish bo'ldi. Yaxshi. Aylan. Ha, bir narsaday. Senda dal artistga loyiq ko'rinish baka. Qara, sendal qor jamiyatning lideri bo'lsang bo'g'dak. Soqchi bo'lsangmi bo'ladi. Sen-chu, bu soqchining roliga shundoq tushsan. Mening sen cho'qim soqchining rolini olsang bo'ladi. Nima? Shundoq mushburtlaringni tushirvasan, cho'qim soqchi o'xshaysan. Tushunmayman. Bombayni men soqchimanmi? Men soqchi bo'lmayman. Gapimni anglasang-chu, cho'qim sen nima degan qiziqarli odamsan. Sen cho'qim soqchining roliga tushsan degandiki, Mag'ara. Meni tushuntiryapti. Gapimga faqat tushunmaydigansan sen. Sana o'xshash odamlarning sababidan bu ish buzilyapti. Hozir qo'limizda soqchi bor, drama artistlari bor. Şuna biz seni soqchi dedik. Bu film nayt yaxshi bir film bo'ladi. Drama deganing qanday? Sen bu rolga shundoq mos kelasan. Ikki odam bo'lib rol olsak, nayt mukammal chiqadi. Soqchimiz Sharqning bag'ridan kelgan. Men O'rxoliq, senmi Malayziyalik. Shundoq. Unda Adanalik shu. Voy, Adanalik bo'lmaydi. Adanalik degan-chu. Bular degan saralik tursa, qandoq harakat filmi chiqib deyman, ha? Bu degan harakat film tursa,
qiziq gap qiladi ekansan. Mandaq harakatli film bu degan. Bu harakat film degan. Hay. Voy, nima qilyapsan? Qonlarni so'qin chiqyapsan. Nima qilganing bu? Voy, sen so'rab olsan men tushuntirib qo'yaman bu. Harakat film shunday bo'lamda? Harakat filmga shunday bo'ladi. Harakat filmda rolni kim oladi? Bu filmni kim ishlaydi? Bosh rolga kim chiqadi? Men chiqamdan. Sen so'rama, men demay, ha? Bo'lamdi, ha? Sening harakatingga tabiiy chiqadi. Bosh rolni men olaman. Agar sen kelishib qolsang, sen ikkinchi odam bo'lasan. Uqdingmi? Voy, xudoy bola. Bu chiketilik sangrab yuradi bu. Sarg'ib qoldimi nima? Bu. Sen qanday qo'yilgan? Bu rolni ola olamsan? Yo'q, men olamayman. Bosh rolni men olaman. Ikkinchi odam sen bo'lasan. Uqdingmi? Yaxshi, seni tabriklayman. Yaxshi o'yna. Oy, nega ko'rsan? Ha? Bu yoqqa, ha? Bu yoqqa. Qo'shnoq menga beramdi. Bu yoqqami? Saqchi bo'ldigan bo'lsa, tutib qolamiz. Voqea? Bu yana mening eng yaqin do'stim boshqaryapti. Qani keling, yaxshi o'ynaymiz. Xush kelibsizlar. Qani men hali. Yaxshi o'ynanglar. Marhaba. Mashina ko'z quloq bo'l, ha? Ma'qul aka. Nemish to'xtadi. Siz birdamaydan. Qanday haydayman? Oldi bilan men sizga o'rgatib qo'yman emasmi? Qin turing. Bo'ladi. Oldi bilan aynaklarni tekshiramiz. Qaraymiz. Yo'q. Undaq emas. Orqa tarafni ko'radigan shaklda, yo'lni ko'radigan shaklda to'g'rilaymiz. Kechiring. Yo'q jinim, nima bo'lmoqchi edi? Endi o'ltaymi? Undaqni boshlaylik, ha? Endi oldi bilan ochiqishni to'lgan. Sol tarafga buraysiz, sol tarafga, ha? Endi ayrı qo'shqishin desam. Ching desaysiz, ching desang, ha? Endi xuddi tushiring. Endi xuddi tushiring. Oldi ishtiring. Chingroq ishtiring, ha? Endi başlasanız bo'ladi. Qo'zg'atdim. Nəhayət yaxşı qo'zg'atdingiz. Astırak, ha? Astırak. Yaxşı. Nəhayət yaxşı. Oy, Astırak. Yaxşı. Qo'rqmisizchi? Yaxşı. Mana bu bosh isklat. Hozircha isklat qilib ishiltib turdik. O'tirimizda qolmasin. Kela, men senga ko'rsatib qo'yay. Mana bularning hammasi bizningki. Ko'rdingmi? Hammasi bizning. Sen bilmaysan. Bu yerda hamma narsa tepildi. Qara. Buni ko'rdingmi? Mana bu film josusi. Mushuma? Amerikadan akeldirdik. Alayda bir film ishlash uchun akeldik. Keldik. Misha shu. Shappurat, sen birdam saqlab tur, ha?
Hey, cho'ng xarida keldi. Yaxshi mollardan bir nechini olay. Ha, heliqi sifatlik, yaxshi filmlardan. Ha, shularni be. Ha, ularning be. İsmi nimeti heliqi Oscar mukofot oladigan filmlarning. Ha, to'g'ri. Ha, uning be. Yaxshi. Aferin. Asta o'rganyapsan bu ishni. Sana desam, Shapurot, bak cho'ng xarida. Bularni vaqo Sharqiy Yevropaga opirdi. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Ha, uning be. Ha. Men buni opirib, uning ko'z tikilay. Ha, mana Shapurot. Mening bek ozgan davatmabdan. Endi o ko'rgansan, ha? Bak jiq bu mallar. Yaşıtlarning hammasi DVD film mi? Yo'q, to'zning tuxumi bor. Ko'jisi chiqsin deb saqlayotimiz. Bunda Xalit savol so'rashning nima hojati bor? Bularning hammasi yangi keldi. Hammasi yangi. Uqdingmi? Hammasi yangimi? Aslida yangi filmlarning hammasi bu filmlarning oldida ko'ni bo'lib qoldi. Nimishqa? Chunki bu filmlar 2009niki. Amerikada chet el tilida ovoz berayotganda bir ko'chirilmasi o'g'rilindi. Bu ovoz berish jarayonida o'zimizning tilida ovoz berildi. Sen bilmaysan. O yerdan ko'chirilgan o'g'irlangan ko'chirilmasi Rossiyaga avatildi. O yerdan dunyo bozoriga bordi. Ya'ni shu ko'rgan filmlarning hammasi tek ko'rsatilmagan. Kinoxonada ko'rish mumkin emas. Sana desam qarindishim, hatto bu filmni ishlagan rejissyormi bu filmni ko'rib boqmagan. Bizning tijoratimiz bak cho'ng deyman. Undaqda seningda iliq film bor. Balkim bordi deb baxmamsa. Kalva atkazchilar gap film, to'g'ri. Kalva atkazchilar? To'g'ri. Qaysi film bo'g'iydi? Hozir esimga olmayapman. Ballardan so'rab baqay, ha? Men esimga olmadim. Hey, bizda iliq kalva atkazchilar degan film bormi? Ha? Yo'q, aka, undaq film yo'q bizda. Qandaqsiga bo'lmaydi? Rasvo qilamsan meni, ha? Ballarmi esiga olamidi? Bu qaysi film bo'g'iydi? Mazmuni deb baqa. Mazmun intayin yaxshi, nayt, isli film. Qandaq mazmundagi film edi? Kim rol olgan? Mazmuni bundaq. Sizlarga o'xshash atkaz film sotadiganlar bor. Shular saqchilar bir kuni bularni tutmoqchi bo'lib keladi. Ammo boshchilarni tepish uchun ishidan birisi xaridor qilyaptiga kirib oladi. Ondan keyin intayin oddiy. To'xta, gapim tex tugumidi. Hali xaridor Sharqiy Yevropa bozoriga kirganligini, hali ko'p mol olganligini aytadi. Ajab esimga kelmadi. Asta qaysi film bo'g'iydi bu? Bu keyin kalva atkazchilarning beshi bo'lgan sarang, hali saqchining rolini olmoqchi bo'ladi. Hali saqchi bilan xarida deb o'ylaydi, shundaqmi? To'g'ri. Boshqa skladiga boshlab keladi, shundaqmi? Anladın mı? Neymi ekan? Atkazchilar bilan saqchilar ustiga. Qiziqgan ustiga ne bu? Usta. Asli aka qo'ralım. Men sizlar haqiqatan kalva sarang egansizlar. Voyja. Voy, qo'limni ko'tarish. Biz saqchi, yot. Yot. Voyju. Hech qaysi bilinlashma. Baqla buni. Nima deb qaldi qo'ysan ha? Balaqshima. Nomus ablah boshqalar pul xajlab ajr qilib film ishlayapsa. Senlar ularning amigini o'g'irlasan. Nomussiz bo'lmaydimi? Ha? Nomussiz. Qani? Buni yapinglar. Bang. Qandaqroq yaxshi qilyapsan? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi. Bu ishni aylantirib chiqqan edi. Shundaqmi? Nima degan o'maq ish bu? Ko'rsiniz to'liqmi? Albatta. Gel. İşte ondan bir kızana. Shundaqmi? Nimada chiroyli qizlar bu, ha? Nasıl qizlarmi bu? İştahınız bak chiroyli ekan. Ko'zdagimisan. Voy, ishtingiz bek chiroyli ekan, ha? Buni davomli tarapasiz o'g'di, tikin tarapasiz o'g'di.
Bak aynıydı. Biz ayakta gelmişler. İsminiz nima? Pinar. Demek. Shundaq iyilik boshqarishda. Bo'sh vaqtlaringizni nima ish qilasiz? Shuni aylantiryapman. Hamish bu yerga kelamizlar. Bu yerdan biroz yuqorida o'tiramiz. Sizlar nima ish qilib keldinglar? Kichkina aylantirg'ili kelgan. Amsi Rifq qani? Ana bu yerda. Muloyim. Ha, Zaki. Rifqi qani? Tasmaning uchi turmamda. Yo'q, tasmid yo'q. Na ketganda? Men nadim bilay. Shuni izlaylik. Astag'firullah. Rifqi. Rifqi. Ketganda bu kuchuk. Obdan qarsang bo'lmamdi. Rifqi. Rifqi. Shopirt komissarim. Nim bo'ldi? Qandoq ko'z bu? Nima ish qilib etsan? Ko'zni bilmayman, ammo burning chichak o'xshaydi. Yo'q, undaqa emas. Rejissyorning ko'z qarashi. Soqchi degandim, sen soqchi chiqding. Sendek odam artist bo'lmaydi, chunki sen bir kalloq. Men artist emas. Men degan rejissyor bo'lishim kerak. Bashiriqcha chaqam ol. Rejissyor bo'lishim kerak. Sen menga yaxshi muomala qilishing kerak. Tek sen artist bo'lmay turib, rol o'ynayapsan. Bosh komissarim, soqchixona ketamdiq. Angen. Xo'p, bosh komissarim. Usti beshini kirsam. Ehtimol ichida odamlar bo'lish kerak. Ovozlarni anglab qoldim. Buyrug'ingizni kutaman, bosh komissarim. Bu qatim ichiga sen kirsan, biroq chandurmasliging kerak. Xo'p, u nimaga? Ko'z oldimizda 4-sklat bor. Shu yerda bo'lishi mumkin. Tushundim, bosh komissarim. Sklatga berib meni saqla. Nimani saqlayman, bosh komissarim? Ularning sening xayrdan ekanligingga ishonib, o'zini oshkorlashini saqlaysan. Tushundim, bosh komissarim. Ammo intayin tamkil bo'l. To'xtamasdan, odam bormi? Odam bormi deb vaqirab tur. Odam bormi deb vaqirayman. Tushundim, bosh komissarim. Ha, bo'lsin o'g'lim. Biz sirtini saqlaymiz. Hargiz biz ichib kirmasdan burun sirqi chiqma. Cho'qim shunday qil. Tushundim, bosh komissarim. Qani ma'anisi. Hech qaysilar men qaytib kelmaguncha ichib kirmanglar. Tushundinglarmi? Bosh ustiga, bosh komissar. Tushundik, boshliq. Odam bormi? Odam bormi? Odam bormi? Filmning davomini yo'llaymiz qollar. Shu ostidagi sizlarni maraq tug'ansa ekan degan xat bilan rasmlik ilonni to'p-to'p qidek chekib qo'yasizlar. O'sha ilonni chekib qo'yganinglar
Mushu turmush aylakchiligida sizlarga o'xshash erishayotgan bir yosh uchun qilgan yordaminglar bo'ladi. Eldan elga net debdikan. Sizlarni hech nima ketmaydi. Ilon chekkanlar chekyapsizlar, chekmaganlar faqat chekmadinglar, chekib qo'yinglar, unda qilmay vajon.